Ulamolarimiz ta'kidlaydilarki, yana uchinchisi savdo sotiqdagi adolatsizlik. Birovning haqqini yeyishlik bobida eng ko'p uchraydigan qaysi yo'nalishda deyilsa, tijoratda, savdo sotiqda. Xaridorni aldab, molini aybini yashirish, tarozdan o'rish yoki sifatsiz mahsulotni sifatli deb sotish, o'zganing haqqini yeyishdir bular. Ya'ni birovni mijozini, xaridorni qaysi yo'l bilan bo'lishlikdan qat'iy nazar aldash yoki tarozdan urish. Alloh taolo tarozdan uruvchilar haqqiga oyat, sura nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Waylul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallohul azim. O'lchov va tarozdan urib qoluvchilarga vayl, halokat bo'lsin, do'zax bo'lsin. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarda to'la qilib oladigan, boshqalarga o'lchab berayotgan paytda esa tarozdan ozgina bo'lsa ham uradiganlarga, shunaqa odamlarga vayl bo'lsin. Vayl degani do'zaxning eng tubi bo'lsin deb Alloh taolo oyat nozil qilyapti. Açık bo'lsa haqiqat aytmoqligimiz kerakki, Alloh panoh bersin, shunaqa odamlar bor. Shunaqa do'kondorlar, tijoratchilar bor. Birovdan tonalab olayotganda 100 kilolab, necha 100 kilolab yoki metrga o'lchaydiganda metrni ziyoda qilib oladi. Tashang, sizga nima ketibdi? Ko'p narsa olyapman-ku deydi. Oz narsa olmayapman-ku deydi. Lekin odamlarga bitta sotayotgan xaridorlar kelganda, xaridorlarda ozgina kilogramda bo'lsa, gramda uradi. Ba'zi metrda bo'lsa, metrdan uradi ozgina bo'lsa ham. Ya'ni ozgina urishlikni o'zini oqibatida oxirida bir qancha birovni haqqini yeganday bo'ladi. Alloh panoh bersin. Ana shunaqa odamlarga, shunaqa insonlarga Parvardigori olam xitob qilib aytayaptiki, ya'ni shu tarozi bilan, metr bilan ishlaydigan, litr bilan ishlaydiganlarga ogoh bo'linglar deyapti. Litrda uradiganlar ko'p, Alloh panoh bersin. Suvda bo'ladi, benzinda bo'ladi, boshqa narsada bo'ladi, sutda bo'ladi. Aralashib berayotgan, xuddi shunday bozorlarda taxta kubda uradiganlar, Alloh panoh bersin. Tushunmaydiganni boradida xaridor tushunmaydi bechora. Qancha har bir xaridordan qancha urayotganligini endi oxiratda Allohga javobini beradi o'zi. Mana shu insonlarga Parvardigori olam aytayaptiki, vayl bo'lsin, otashi do'zax bo'lsin, jahannamning eng tubi bo'lsin. Shunday insonlarki, ular o'zlari olayotganda ziyodasi bilan oladi, sotayotganda esa urib tarozdan, metrdan, litrdan beradi.